Talablarga binoan bugun bolalar uchun eng ajoyib kitoblarni tavsiya qilamiz. Bu qo'zichoqning g'alati antennalari bor. Kimgadir yordam kerak bo'lganida ular signal beradi. Bu 6 yoshli A'loning ezgulik qo'zichog'i. Eng yaxshi kitoblar haqidagi videolarni tomosha qilib borish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang. A'lo va qo'zichog'ining ezgulik yo'lidagi sarguzashtlari 5 ta kitobdan iborat. Bolalarga qiziqarli hikoyalar yordamida qanday qilib to'g'ri ijtimoiy munosabatlar o'rnatishni o'rgatadi. Tabiatga, insonlarga, yaqinlarga mehr ko'rsatishga undaydi. Yaxshi do'st bo'lishga namuna ko'rsatadi va bularning barchasini qizaloq ezguliklar daftariga qayd etib boradi. Sifatli ishlangan kitob o'ynoqi ranglar bilan so'zlaydigan rasmlar mittivoylarni sahifadan sahifaga almashib o'zi bilan olib qoladi. Kitoblar o'zi o'qiy oladigan bolalar va ota-onasi o'qib beradigan kichkintoylar uchun birdek mos keladi. Bolalar uchun ham o'zbek tilida mana shunday seriyali, sifatli kitoblar chiqa boshlagani odamni quvontiradi. Ushbu kitoblarni Qamar Books do'konlaridan sotib olishingiz yoki buyurtma qilishingiz mumkin.